Bu Damas Labo-ya, Baxtiyorjon? Ha, Damas Labo. Bu oddiy Labo'dan ko'ra ko'proq kuchliroq yuk ola oladi, shunaqa deyapsiz-da. Yuk ola oladi, kuchliroq bo'ladi. Ichiga shvellerlar qo'yib qilganmiz, o'zimiz qilganmiz Damasni. Yaxshi holatlar. Oddiy Labo'dan aniqmi kuchliroq, ko'proq yuk olishi? Ha, ko'proq olishi aniqroq. Tortishiga qiynalmaydimi? Yo'q, unchalik. Ko'pchilik aytadi-da, Labo, oddiy Labo yaxshiroq Damas Labo'dan deb. Hali qilingan Labo, Damas Labo'dan ko'ra oddiy zavodskiy Labo yaxshiroq deydi. Siz bo'lsangiz usliniylik qilgan hisobiga, usliniylik bo'lgan hisobiga ancha kuchliysizlar, to'g'rimi? Ha, yuk tashishlariga boshqa tomonlarga. Xo'p, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Oddiy Labo yaxshimi yuk olishga yoki Damas Labo'mi? Kommentariyada fikringizni kutamiz. Xo'p, o'yinimizda ishtirok etyapti Baxtiyorjon. Raqam aytsangiz, sanab beramiz. 47. Qaysi tomondan sanab beray? Sana oling, qaysi tomon bo'lsa. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 45 46 47. O, malades. $50. $50. Tabriklaymiz. Rozi bo'lasizlar. Kelaverasiz.